insonlar ichida Qanaqa deyishadi? haqligingizni, aybsizligingizni isbotlashga harakat Araqa qiling. kam bu ham arasham. Insonlar baribir o'zinikini to'g'ri deb biladi. Xayolida yomon deb bildimi sizni? Demak, siz yomonsiz. Indamay tushuntirishga hojati yo'q. Befoyda. Vijdonan Alloh huzurida to'g'rimisiz? To'g'riligingizni o'zingiz his qilyapsizmi? Bo'ldi. Nima qilasiz u insonlarga tushuntirib? Insonlar o'zi aslida ham shunaqa-ku. Mingta yaxshilik qilsiz, yaxshiliklar unutilib ketadi. Bitta xato qilsiz, o'sha xatoyingiz bilan siz yomonga chiqasiz. Aslida insonlar oldida emas, Allohning oldida to'g'ri bo'laylik. Shundan foyda bizga. Insonlar ichida haqligingizni, aybsizligingizni isbotlashga harakat qilmang. Insonlar baribir o'zinikini to'g'ri deb biladi. Xayolida yomon deb bildimi sizni? Demak, siz yomonsiz. Indamay tushuntirishga hojati yo'q. Befoyda. Vijdonan Alloh huzurida to'g'rimisiz? To'g'riligingizni o'zingiz his qilyapsizmi? Bo'ldi. Nima qilasiz u insonlarga tushuntirib? Insonlar o'zi aslida ham shunaqa-ku. Mingta yaxshilik qilsiz,